Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Xabarchi Uz kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Batafsil videoda xabardor bo'ling. Joriy yilning 10-12 aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli O'zbekistonning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqida O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Jumladan Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrobod tumanlarida, Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulong'ur, Nurobod, Qo'shrabod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyati Xatirchi, Navbahor, Nuroto, Konimex, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Xorush, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlari va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlari va Xonobod shahrida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi. Respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.